Bu joylarni ko'rib, shu yerda ham mol boqishadimi deb o'radi odam. Buni qarang, uyda qarang go'zalligini. Mana tabiat. Buni qarang. Mana shu yerda molxona qarang do'stlar. Kirib boramiz sekin. Tozalik, o'sha gigiyena talabini ko'p gapirib o'tamiz. Kirish bilan o'sha bu ko'radigan bo'lsangiz, tozalikka qarang. Mana buni ochasiz hali. Mana. Mana, molxona. Mana yosh sementallarni yetishtirib sotish shunaqasi ekan, xo'jaligi ekan. Ko'rib turgansiz mana. Mana bu yerdan bitta olib kelingan eng zo'r tarafi mana. Har bir mol tepasida ma'lumot berilgan. Mol qachon tug'ilgan, qayerdan kelgan, quloqdagi nomer necha, qachon qochirilgan. Barcha ma'lumotlar berib o'tiladi va mol mashina saqlanadi. Bu buzoqcha sotib oladi. Buzoqchalar mana bu yerdan kirib keladi. Mana buzoqchalar. Mana shu buzoqchalar shu turishda borib, mana bu yerda qochiriladi mollar. Dumiga endi ko'plar norozi bo'ldi, ko'plar nimadir fikrlab berdi, lekin bu yerda mana hozir ham savol berdim, nima uchun dumini bog'lagansan? Molni hech qanday pashshalarni haydashga yoki unaqa shularni haydashga xalaqit qilmaydi. Bu xo'jalik chivilam yo'q, даже qarasangiz, tozaligini qarang buni. Molni o'z toza turadi dedi va hech qanday xalaqit bermaydi bir-biriga. Buni mana faqat pichanda boqadi. Mana oxirgi ko'rinishi. Bu Avstriyadagi bitta kichkina xo'jalik. O'sha faqat bozordan chiqib kichkina o'rnatuvchilarni, mayda-molchilarni sotib oladi, sutdan chiqqanlarni. Keyin nima deydi? Ideal ko'rinib beradi keyin. Mana shunaqasizlar. Shuna shaklda mana nechta og'izda qarang, kichkina joyga nechta mol boqyapti? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta. 14 ta mol joylashgan. Mana shunaqa tashkillashtirsa ham qulay, ixcham yurishga mana yuradigan joylari ham zo'r. Orqalardan axlatni tezcha chiqarib tashlaydi. Buni qarang, tozalangan. Hamma joy kafer qilingan. Hidam yo'q ichkarida. Bitta like tayyorlaysiz. Foydali ma'lumotlarni olishda davom etasiz inshaalloh. Hamisha o'z barakat tilaymiz.